Haqiqiy talili. Haqiqiy talili. Haqiqiy talili o'l kejragi g'arib. Nima uchunki osmonda podshohlig'i o'niki bo'ladi. Talili o'lki g'amgin. Nima uchunki o'l rohat ko'radi. Talili o'lki ajiz. Nima uchunki o'l yerda egasi bo'ladi. Talili o'lki rostboz. Nima uchunki o'l asuda bo'ladi. Talili o'lki rahimdil. Nima uchunki unga ham rahim bo'ladi. Talili o'lki toza jirak. Nima uchunki Xudoni ko'radi. Talili o'lki oshti qildiradi. Nima uchunki o'l Xudoni uli aytiladi. Talili o'lki rostgo'ylikni vajasidan taklif va azor ko'ribdi. Nima uchunki osmonda podshohlig'i shuniki. Meni uchun mardim seni rad qildi, seni taklif beradi. Har raqam gapni seni xilofingga gapiradi. Sen talimansan. Xo'sh bo'g'in va ko'p shodmon bo'g'in. Nima uchunki osmonda sizga uchun ko'p ajr bor. Buning uchunki mardim bu nabilarni ham ki sendan oldin edi, shunday azor bergan edi. Amin. Von hukm Hazrat Musaga Xudo berdi. Von hukm Hazrat Musaga Xudo berdi. Avval hukm: meni oldima g'ayr ma'budni ibodatini qilma. Duyum hukm: sen o'zingga uchun but jo'llama. Uchinchi hukm: sen Xudoni otini befoyda olma. To'rtinchi hukm: yod qo'yg'in kerozi muborakni tozalik bilan o'tkazgin. Beshinchi hukm: sen o'z ota va yenangni izzatini qilgin. Oltinchi hukm: sen nahaq birtani o'ltirma. Yettinchi hukm: sen zino qilmag'in. Sakkizinchi hukm: sen o'g'irlik qilmag'in. To'qqizinchi hukm: sen hamsoyani xilofiga o'tirik gavoyi bermagin. O'ninchi hukm: sen o'z hamsoyangni hovlisini ko'zingni ostiga bosmag'in. Sen hamsoyangni xotinini ko'zingni ostiga bosmag'in. Men bugun sizlarga uchun bir naql olib kelpam. Umid qilamanki bu naqlda sizlar eshitib barakat hosil qilasizlar. Jo'g'algan bola. Bir bovani ikkita uli bor. Bir uli otasidan ayrilaman deb o'ylanadi. Otasiga aytadi: "Ota, meni haqimni ber, men uydan ketaman" deydi. Undan so'ng bil bachcha haqini oladi, ketadi yana bir shaharga, yana bir vatanga ketadi. Bu vatanga bordi, oshna topiladi bunga ko'p yaxshi rafiqlar topiladi. U bilasiga ko'p yaxshi vaqt o'tkazadi. O'tkazuvdi davronidan bular ayoshlik qiladi, bular ko'p xushallik qiladi. Bular zindalikda o'tkazib, bir kuni bir ko'p g'amga, qahatsollik keladi shu mulkka. Ko'p muhtoj bo'lib qoladi, majbur bo'ladi, oshnasini uyiga boradi. Aytadi: "Ki menga uchun bergin pul, ki men ko'p bugun qahatsollikqa kelpam, meni oldimda hech nima yo'q" deb aytadi. So'ng bil bachcha majbur bo'lib bir boyda uyiga muzdir turuvdi o'ylanadi. Boyda uyiga boradi, boyga aytadi: "Meni deydi muzdir qo'ygin uyingga deydi, menga ish bergin uyingga deydi, men ishlayman" deydi. Boy aytadi: "Meni oldimda boshqa hech raqam ish yo'q" deydi. "Bir ishim bor" deydi. "Kevoril" deydi, "xinzirni bog'u" deydi. "Agar ishlaysang" deydi,
kelgin deydi, men senga shu joyda senga beraman, ishlag'in deydi. Va noning ham sho'l non bo'ladi ki qaysi nonni xinzir jiydi, shu nonni sen jiysang deb bunga va'dalashadi. Bu bachcha majbur bo'lib bu ishni qabul qiladi. Necha vaqt ishlaydi bu uyga, ishlaganda davronida bu bachcha ko'p g'amgin bo'lib, ko'p majbur bo'lib bu nonlarni jeb jiradi. Bir kuni yesiga keladi ki meni otamni uyiga, meni otamni muzdirlari bundan ko'ra yaxshi non jiydi va bundan ko'ra yaxshi kiyadi deb buni xayoliga keladi. So'ng bir gapiga xayoliga keladi ki aytadi, agar men otamni uyiga borsam, otama aytsam, ota, mendan gunoh bo'ldi, mendan sav bo'ldi, men sizni haqqingizga zulm qildim, men sizdan ayrildim, ota, shundayki muzdiringiz sizni uyingizga muzdir turibdi, shunday meni ham muzdir uyingizga oling, meni ham bag'ishlang deb borsam, otam meni qabul qiladi deb niyat qiladi. Shunday so'ng bo'lsa bu bachcha shu niyatni qilib ketadi otasini uyiga tomon. Otani uyiga jetmay turib yo'lga, darvozani og'ziga, baba kunga shu darvozani og'ziga bolam keladi deb darvozani og'ziga qarab turadi. Ana undan so'ng bir kuni ko'radiki, bir nojavon kelayapti uzoqdan, qaraydiki, bir nojavon uli. Baba ulini ko'rib ko'p xush bo'ladi. Undan so'ng bolasi otasini oldiga kelib, otasiga aytadi, otajon deydi, mendan deydi gunoh sarzat bo'ldi deydi, men deydi xato qildim deydi, mendan sav bo'ldi deydi, otajon deydi, meni bag'ishlang deydi, meni deydi uyingizga deydi bir muzdir qo'yganday deydi, bir muzdir qo'ying deydi, men sizni xizmatingizda qilaman otajon deydi. Otasi bu gapni eshitib xush bo'lib, otasi bolasini betidan o'pib, quchoqlab muzdirlarga aytadi, bor deydi, meni o'limni jizzigini olib kel deydi. Otasi aytadi, bor meni o'limni ko'ylagini olib kel deydi. Otasi aytadi, bugun deydi, bugun kecha deydi, qozon osingar deydi, non qilingar deydi, qavmni qichiringar deydi. Bugun deydi, meni jo'g'algan o'lim kepti deydi. Bunga uchun xushhallik qiladi. Shunday qish, bugun meni sizlarga ham bir ibratli nishoni ki meni sizlar ham Xudovand Xudo osmondagi Xudovand Xudoga agar biz yelanib, agar uni oldiga borsak, o'z gunohlarimizdan tavba qilib, unga huzuriga pesh bo'lsak, Xudovand Xudo bizni ham hamisha zindalikqa daxil qilib, bizni xush ko'rib va bizni yaxshi ko'rib, hamisha zindalikqa daxil qiladi. Umid qilamanki, har rafiqlar, har do'stlar, har qavmlar ki buni eshitibdi, barakat hosil qilibdi. Amin.